Çoqum orqanglardan yetkizib beraman. Xonam. Ha? O'sha chamdonlarning hammani rostini menga berib o'tasiz. Buning ichida shundoq payzimlar bada qildi-ku. Xotirjam bo'ling. Hammasi bekorliq. Aktiv bering. Voy, nimandaq yaxshi. Texim pul tepib ketam, boylab ketamsa. Maqlamsajima. Deganingizdek, yaxshilarga yaxshilik yang'ay. Yomonlar jazosini topqay. Shuncha ko'p chamadonning ichida birisimi mening emas ekan. Mana bu men butun kuchimni chiqarib, balidan xabar olgan bir oila kishilari. 5 yildan beri sizlarga maloydek ishlab berdim. Bugundan boshlab endi sizlar bilan ko'rim yo'q. Vay. Men zakaz qilgan oila sayohat yurishligi bilan mehmonsaroyni qaytarib etdim. Men chet elga sayohatga chiqmoqchi, shuni o'rlashtirib qo'ying. Ma'qul. Chet elga bir oylik ishlar bilan boramsizlar? Yo'q, o'zim yolg'iz borman. Hozirni o'zim yo'lga chiqaman. Ha rost. Menga bir ajrashish advokati tepib bering. U menga ajrashish kelishimnomasini tayyorlab qo'ysin. Tafsiliy nuqtalarni el-xat sanduqimizga yo'llab qo'yaman. Mushu mehmonsaroyda yotoq zakaz qilgan tursak, nima ish kirgizmaysizlar? Kechiringlar. Bu degan a'zolik tuzilmasidagi mehmonsaroy bekor talablarning kirishiga yo'l qo'yilmaydi. Biz tekshirib bakdik. Sizlarning yotoq zakaz qilgan uchuringlar yo'q ekan. Darhol bu yerdan ketinglar. Bekor talablar? Hey, bilib qo'yish. Bizga salohiyati bor kishilar-chi-mi? Elibiga ko'ngil yog'ni ko'z qo'ymaydi yana. Mandaq gap to'la xotin bu. Tez ketinglar. Ular qo'l o'ytinglar. Biz nima ish qilmoqchi? Sabresh bo'lmaganda. Qaytaylik. Opa, sabresh bo'lmaganda. Mening yog'im kiyimlarim mehnat bo'lib ketdi. Hey Murat, avu negar degan bir nima telefon qila. Qanday o'rlashtirish qilib kelsadi? Ma'qul. Men hozir telefon qilay. Voy bo'linga. Ma'qul. Mushunchalik ishni qilmashtirib qilamagan. Nima bu endi bizga? Opa, u telefonni olmayapti. Qap. Mushundaq chaldimi qiyshaqadi odam bilan. Qanday qilamiz endi? Turamdi. Yaxshi birayam izlab boqaylik. Shunda qilaylik endi. Mayli. Vay.